Diqqat! Sizning saytingiz reklama xarajatini havoga sovurayotgan bo'lishi mumkin. Buni 3 ta qadamda tuzata olamiz. Uchinchisi eng muhimi. Birinchi qadam saytning tezligi. Saytning tezligi 5 soniya, eng maksimum 5 soniya bo'ladi. 3 soniya ham juda dadil natija bo'ladi. Sizga maslahatim saytingiz tezligini 1,5 va 2,5 soniya oralig'ida qiling. Ikkinchi qadam bu saytingiz ketma-ketligi. Insonning ko'zi saytlarni yoki har qanday dokumentlarni F yoki zigzag ko'rinishda o'qiydi yoki bu yoqda xarita chiqarib qo'yamiz. Insonning ko'zi ham xuddi mana shunaqa holatda o'qiydi. Va nihoyat 3-qadam sarlavhalar. Adashgan miya hech qachon sotib olmaydi. Siz bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, saytingiz sarlavhasi aniq orqa qaratilgan bo'lishi kerak va u muammoni yechishi kerak. Endi bu yerda qanaqa? Misol uchun, palonchi pistonchining IELTS master klassi emas. Qanday qilib IELTSda so'z yodlashlarsiz ballingizni 1,5 ga oshirish mumkin. Aniq og'riq bor va aniq natija bor. Ushbu 3 ta qadamni to'g'ri qo'llasangiz, saytingiz kondensiyasini aniq oshira olasiz. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling.